Assalomu alaykum aziz talabalar. Sizlar bilan virtual maydon loyihasi. Bu loyiha doirasida biz sizlarga har gal mantiqiy fikrlashni talab qiladigan savollarni video ko'rinishida taqdim etamiz. Sizning vazifangiz esa juda oddiy. Videoni diqqat bilan tomosha qiling. Savol ustida o'ylang, javobingizni yozma shaklda bizga yuboring. Loyiha yakunida esa eng ko'p to'g'ri javob bergan sukko ishtirokchilar orasidan eng zakovatli talaba aniqlanadi. Bu loyiha sizning tafakkuringizni sinovdan o'tkazadi. Tez fikrlash, mantiqiy tahlil qilishni o'rgatadi va eng asosiysi sizni yangi g'oyalar sari ilhomlantiradi. Demak, tayyormisiz? E'tibor bilan tomosha qiling. Fikrlang va o'z javobingizni bizga yuborishni unutmang. Yaqinda bo'lib o'tgan bir forumda suv tanqisligi reytingida 164 davlat ichida O'zbekiston 25-o'rinda ekan. O'zbekistonda suv zaxirasi yildan yilga kamayotganligi haqida aytar ekan bloger Bahodir Ahmedov. O'zbeklarning ushbu iborasi o'z kuchini yo'qotayotganligini aytadi. Savol: bu iborani yozib bering. Demak, tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolimni o'qib eshitiraman. Bir kuni Amir Temur bir mashhur shaxsga qarab, "Shunchalar saxiymisan shoir? Qancha jangu jadallar evaziga mulkimizga kirgan saltanatni bir zeboning holiga almashmoqchi emishsan" deb kinoya qiladi. Savol: 13-asrda yashagan bu mashhur shoir kimligini toping.